ukam puling chiqib qopti. Olgin. Menga только polyan sumka kerak, только polyan. Polyan bor opacha, polyan bor. Mana 250 ming so'm opacha siz uchun. Ay, 250 ming degan. Ukajon, qara, sal kelishtirib bera olmaysanmi? Bitta o'zim yashayman, ikkita bolam bor. Ozgina skitka qilib turib ber, iltimos endi. Bitta o'zim boqaman bolalarimni. Opajon, pulingiz ko'p-ku, pulingiz. Buni aytasanmi? Bu falshivka-yu, falshivka. Bolam o'ynasin deb sotmagandim. Ukajon, yana ozgina skitka qilib bergin. Opa, rostdan ham qiynalib qolibsiz. Sizga taqalgan narxi 220 ming so'm. Yo, ukajon, yordam bermasang bo'lmaydi. O'zim men bu ko'chalarni supurib, men oshxonalarda idishlarni yuvaman. O'zim nogironman, qarab ko'zim sal-pal ketib ham qoladi ana. Ko'rsanmi, ozgina yordam ber, podдержка qilmasang bo'lmaydi. Ikkita bolam bor-da, keyin kelishtirib bergin. Ehson qilib turish kerak. To'g'ri, qiynalib qolibsiz opa, mayli. Ehson mukofoti ehson sizga. Mana do'kon nomidan. Rahmat, ukajon, 220 ming raylar rasvetkalar juda ham ko'p ekan. Qarindoshlarim hammasiga aytaman. Seni duo qilaman, xo'pmi? Charchamagin, mayli, men ketdim, sog' bo'lgin. Esimda qolding yuzing. Ehsonni mukofoti ehson. Savob ish qildim bugun. Mayli, uka, sog' bo'lasan, charchamagin. Opam Kia mashinasi bormi? Ha, mashina, 3 mashina.